Aziz navbatdagi rejamizdagi amaliyot yuqori qoqli Singapur tipida, pastki qoqli hamda epikantoplastika. Bu ko'zlarni ham ko'rsatib bo'ladi. Mana biz uni epikantus deydi. Buni ochish amaliyoti epikantoplastika. Ko'zlarni европейский qilamiz, skladkalarni выраженный qilamiz, psichkalarni mana ko'tarib beramiz. Terlari ham juda bo'sh, elastichnisini ham qaytaramiz. Aziz aylana qoqli blefaroplastikasi, Singapuriy hamda epikantoplastika operatsiyasini yakunladik. 3 ta operatsiya bir vaqtda qilindi. Korpusli ko'z ostlaridan yaxshigina grijlarni oldik, tashqi ugullarini ko'tardik, yengitdan skladkalar yasaverdik, Singapuriy qilib, ko'zi burun burchagini ochib berdik. Bu ko'zlarning ham holati akkuratniy natija bo'ldi bizda. Ozgina qizarish, ko'karishlar bo'ldi. Sezuvchan ekan, terilari juda balmonga qarab beramiz. Mana skladkamizning holati qanaqa chiroyli chiqqanini ko'rsanglar bo'ladi. Европейский nigoh, ptichkalari ham to'liq ko'rindi. Ko'karishlar bir haftada ketadi.